Dilnozaxon, bu gullar sizga. Buncha chiroyli, rahmat. Doim e'tiborlisiz. Dadasi qarang, gul sovg'a qildi. Voy, bunaqadan ochib kelgan-a. Sizchi, siz menga qachon gul sovg'a qilgansiz? Hech qachon. Qachon berasiz? Hozir ovqatlanib olay, borib so'rayman, bola gulni sotsa olib beraman, xotin. Yedirib ham qo'ydi. Voy, qanaqa romantik ekan-a, bu juftlikka yedirib ham qo'ydi-ya. Siz ham yediring. endi neudobniy yigitini oldida. Tushunmadim. U qizga emas, menga yedirib qo'yasiz deyapman. Nabarot, u udobniy bo'lsa kerak. Dadasi? Bo'pti. Aql. Na. Ola fakin. Og'zini ham artib qo'yar ekan. Qiz, bayrog'i qizi shekillidan og'ziga kartib qo'yapti. Ey, Maxitodan oling. voy rahmat, menga juda ham yoqadi. Mashita ichaman, mashita olib bering. Ko'k choy ichasan, qanaqa maxito. Yetilganimdan beri ko'k choydan boshqasini ichirganingiz yo'q. Brilliant ko'zi uzuk. Menga turmushga chiqasizmi? Chichqari bu. Ana, birdan ko'zi yuzuk sovg'a qildi. Sizchi, siz menga nima berdingiz? Uylangunizcha qop-qop va'dalanib berdingiz. 3 ta bola bilan uyga qo'yib qo'ydingiz, tamom. Nima ko'rdim sizga deyim? Hamma va'dani berdingiz yashagunimcha. Yashab nima qilaman siz bilan? Yashamayman, bo'ldi. Uyimga ketaman, yashamayman. Qayoqqa? Bu keyinchalik menga rahmat aytasan. Nima qilyapsan? Oila quryapman aka. Sen quryapsan, biznikini buzyapsan. Shu oilani chekkaroqda qur. Nima qildingiz? Qurayotgan oilasini sinimizga tushundim. Aloqatni.